Bugun bizga Ilg'or texnikumidan xodimlar keldi. Ular bizdan nima yordam deb so'radi. Biz nimaga muhtoj bo'lsak, shuni aytdik. Masalan, meni sog'lig'im yaxshi emas. Shundan massaj qilishdi. Davleniyalarimni o'lchab qo'yishdi. Gazimizda ham problema bor ekan. Uni ham svarkalab, utechkalarni to'g'rilab berishdi. Ilg'or texnikumiga rahmatlar aytaman. Mahorat texnikumi xodimlariga rahmat. Biznikiga kelib, qaynotadan xabar olishdi. Yotoqxonasiga pododiyalnik rusinalarni yangi qilib berdi. Shularga rahmat sizlarga. Elektr jihozlarimizni ko'rib, almashtirib berishdi. Hamma joyimizni ko'rib berdi. Prezidentimizga ham ming rahmat. Shunchalik e'tibordan qolmagani uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Men Hamid Olimjon MFI raisi Niyozov Jasurman. Bugun hududimizga Ilg'or texnikum santexnik xodimlari va o'quvchilari bir kasb bir yaxshilik loyihasi doirasida Yolg'iz ona Sunnat va Nodiraning xonadoniga tashrif buyurib, 30 metrlik ichimlik suvini tortib berishdi. Bunday amaliy yordam ko'rsatgan xodimlardan biz juda ham minnatdor bo'ldik. Bunday yaxshiliklari bardavom bo'lishini tilab qolamiz.